Shifokorga vobshe ishim tushmasin desangiz, quyidagi 5 ta amalga doim rioya qiling. Birinchisi, hech qachon juda ham to'yib ovqatlanmang. Biz to'yib ovqatlangan vaqtimizda oshqozonda so'rilishi ham, ichaklarga o'tishi ham, ichaklardagi harakati ham, umuman barchasi qiyin bo'lib, oshqozon ichaklar uchun nagrozka va kasallikka olib kelishiga sabab bo'lib qoladi. Ovqatlanishda doim siz yeyotgan yoki ichayotgan mahsulotlaringizni haroratiga e'tibor bering. Juda ham issiq yoki juda ham sovuq mahsulotlar barcha sistemamizga ziyon keltiradi. So'rilishi ham qiyin bo'ladi, hazmi ham qiyin bo'ladi, shuning uchun kasalliklarga moyilroq qilib qo'yadi. Uchinchisi albatta gigiyena. Biz ovqatdan oldin va keyin qo'llarni yuvishimiz, iste'mol qilayotgan mevalarni yaxshigina artib emas, yaxshigina yuvib turib tanovul qilishimiz har xil kasalliklarni oldini oladi. Vaqti bilan roza tutib turing. Qisqa muddatli tanamizga berilgan ochlik ichaklarimizdagi ortiqcha qolib ketgan shlaklarni tozalanishiga, oshqozon ichaklarimizni to'qimasini yanada yangilanishiga yordam beradi. Shu tariqa bizning immun tizimimiz yanada yaxshilanadi. 5-chi asosiy qoida esa ratsionni to'g'ri tanlang. Fast food, shirin suvlar, rangli ichimliklar yoki shirinliklar bu organizmimizga nagrozka hisoblanadi. Shuning uchun vitaminlarga boy bo'lgan tabiiy mahsulotlarni ko'paytirib, energetik va mana shu fast foodlarni butunlay to'xtatishni bugundan boshlang. Shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligi uchun bizga obuna bo'ling.